O'zbekistonda barcha yo'nalishlar qatori diniy ma'rifiy sohada ham keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. На сегодняшний день можно с полной уверенностью сказать, что межнациональные, межкультурные, межэтнические отношения у нас здесь, в Узбекистане, является примером для подражания. Komil ishonch bilan aytamanki, O'zbekistondagi millatlararo, madaniyatlararo munosabatlar boshqa davlatlar uchun namuna bo'la oladi. Ma'lumki, O'zbekiston diyorida 16 ta konfessiya, 130 dan ortiq millat vakillari o'zaro ahil-inoqlik, xotirjamlik, xayrixohlik muhitida yashab kelmoqdamiz. O'z milliy an'ana, diniy qadriyatlarimizni rivojlantirish bilan birgalikda boshqa e'tiqod vakillarining madaniyatiga ham hurmat bilan qaraymiz. Bir osmon zamin bag'rida buyuk o'zbek xalqi nomi ostidagi bir ahil oilaning farzandlaridek yashab kelayotganimiz tili, millati, diniy mansubligidan qat'iy nazar barcha o'zbekistonliklarga, jumladan bizga ham ulkan saodatdir.